Imorat qurish 5 ta muhim masalaga bog'liq bo'ladi. Men sizlarga hozir birin-ketin hammasini batafsil tushuntirib berishga harakat qilaman. Birinchisi, imoratda lokatsiyasi, ya'ni imorat qurishdan oldin joyi tanlash masalasiga keladigan bo'lsak, siz qayerda imorat qurmoqchisiz, oldin shuni o'ylagan holatda yer sotib olishga harakatda boshlaysiz. Ya'ni hozir Toshkent shahrida bilasizlar, hamma joyda ko'plab dom qurilayotganligi sababli imoratlarga hovli joy qurishga bo'layotgan talab oshyapti, lekin o'sha talabga asoslangan holatda imoratlarimizdan quriladigan yeri ham juda ham kichkina bo'lib ketyapti. O'shani hisobiga birinchi lokatsiyasi bo'ladi. Ya'ni imoratga siz qanchalik ishxonangizdan, bolalaringizning bog'chasi bo'ladi, maktabi bo'ladi, kelib-ketishingiz bo'ladi, hamma narsani va Alloh asrasin, xavfli paytlar bo'ladi. Ya'ni birinchidan yong'in, Allohning o'zi asrasin, pajarniy mashina kirib chiqishi bor. Bundan tashqari salomatligimizda qanaqadir bir o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, 103 ga telefon qilganimizda o'sha doktor mashinani kelishi, u mana unsurlarni ham albatta hisobga olishingizga to'g'ri keladi. Endi mana bunaqa uzoqroq joylar bo'ladigan bo'lsa, buni ham albatta o'sha lokatsiyasi shunga mos ravishda o'rganib chiqilgan holatda yerni imorat quradigan yeringizni ko'rib tanlab olishingizga to'g'ri keladigan holatlari juda ko'p bo'ladi. Endi hozirgi kunda Toshkent shahrida yerlar qimmat bo'lib ketganiga odamlar mana shu Uch Qahramon, Sabzavot, Keles taraflar, Vodnik taraflardan yerlar olishga to'g'ri kelyapti. Bu endi qanchalik shahardan siz uzoq bo'lganingizga yarasha sizga ishxonangizga yoki maktab bog'chalarga borishingiz lokatsiyangiz shunchalik qiyin bo'ladi. Probkalarni ham baribir albatta hisobini olishga to'g'ri keladi. Ikkinchi masala, yeringizni xalqi bo'lganingizdan keyin birinchi qiladigan ishingiz arxitektorga murojaat qilasiz. Ya'ni imoratingizni o'zingizning talab va taklifingizdan kelib chiqqan holda imoratingizni loyihasini qilayotganingizda siz o'zingizga bo'lgan barcha qulayliklarni batafsil ma'lumotini berasiz. O'sha loyihachi sizga sizni talab va taklifingizdan, xohishingizdan kelib chiqqan holda sizga imoratingizni birinchi o'rinda eskiz variantini chizib berishga harakat qiladi va sizga uni ko'rsatadi. Eskiz variant deganda mana ko'pchilik imoratini menga to'liq fasadini bergin deydi. Yo'q, u fasadni bera olmaydi loyihachi. Ya'ni o'zini ustasi, ya'ni loyihani ustasi bo'lsa, sizga to'liq formatdagi fasadni bera olmaydi. Ya'ni imorat qurishdan oldin xonalarni joylashuvi chiziladi. Oldin eskiz variantda. Ya'ni podvolingiz qanaqa holatda bo'ladi? Birinchi qavatingizda qaysi xonalar nimalar bo'ladi? Qanaqa qulayliklar bo'ladi? Ikkinchi qavatingizda nima bo'ladi va albatta tomingiz faqatgina tom o'zi yopiladigan bo'lsa yoki mansarda yoki terrasa holati bo'lsa, sizga o'shani ko'rinishini eskiz variantini va meblirovkani beradi. Siz uni ma'qullaganingizdan keyin loyihachi sizga imoratingizni fasadini chizish jarayonini boshlaydi va sizga 3D formatda ko'rsatadi. Endi 3D formatda ko'rsatgani nimasi muhim bo'ladi? Sizga to'liqligicha imoratingizni tomidan boshlab turib podvol, birinchi, ikkinchi qavatlarini o'sha kompyuterlashtirilgan holatda loyihani ko'rsatadi. Ana undan keyin sizni tasdiqlab berganingizdan keyin o'sha imoratni loyihasini eskiz variantdan rabochiy proyektga va hujjatlashtirishgacha bo'lgan jarayonni loyihachi sizga qilib beradi va o'shaga asoslangan holatda siz imoratni qurishdan oldin o'sha hujjatlashtirishga, ya'ni yagona darchaga murojaat qilgan holatda ularni o'sha sizga beriladigan hujjatlarni to'ldirib bergan holatda imoratingizni shahar arxitektori yoki tuman arxitektoridan ruxsatnoma olishingiz kerak bo'ladi va o'sha lokatsiyangiz bo'yicha, shu loyiha bo'yicha imoratingizni qurishga ruxsat beradi. Uchinchi muhim vazifadan bittasi, siz yaxshi o'ziga ishongan prorabni topishingizga to'g'ri keladi va o'sha prorab sizga o'zi bilan ishlagan ishonchli ustalarni olib keladi. Endi bu yerda prorab o'sha siz bergan loyihani, ya'ni tasdiqdan o'tgan loyihani o'qishi, bilish kerak bo'ladi va xato kamchiliklarni albatta ko'ra bilish kerak. Chunki jarayon boshqa bo'ladi, loyiha boshqa bo'ladi. Jarayonda qanaqadir xato kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, uni prorab o'zi sizga aytgan holatda, albatta ruschalab aytganda soglasiovat qilgan holatda, ya'ni kelishgan holatda o'zgartirish jarayonlarini qilib ketadi. Lekin men o'zgartirayotgan jarayonlarni yana bir marta aytib o'tib ketaman, uyi egasidan alohida pul olmaymiz. To'rtinchisi, bu ham albatta muhim jihatlardan bittasi, korobka holatini qurayotganda 4 ta unsurdan iborat bo'ladi. Ya'ni katlama qazildi, imoratingiz podvoli bo'ladigan bo'lsa, albatta katlama qazganingizdan keyin sizga birinchi o'rinda nima keladi? Armatura kerak bo'ladi. Men asosan bekovat armatura ishlataman. Beton, g'ish, apalovkaga va tomga taxta, shu bilan tunka. Buni orasida o'sha ustalarga beriladigan haq hammasini kelishib olganingizdan keyin imoratingizni qurishni boshlaysiz. Endi ko'pchilik savol beradi, imoratni korobka holatini qurayotganda qanaqa variantlar bor? Ya'ni premium darajada yoki luxury darajada, millennium darajada bizga fasadni qurib beraylik dedi. Bunaqa narsa yo'q. Ya'ni Toshkent shahrida mana misol uchun biz hozir mehnat tarafda uchastka qurayotgan bo'lsak, endi bu imoratni korobka holatini umuman hech qanaqasiga premium yoki luxury holatda qurishni iloji yo'q, chunki bu narsa korobka holatida mutlaqo yo'q narsa. Sababi bekovat armatura
olib kelasiz. Beton, misol uchun mikserda keladigan betonlarimiz bor, plita zavodda ishlab chiqarilgan plitalarimiz bor. Bular sizga o'sha Toshkent shahrida yoki O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlardan qilib beradi. Siz imoratingizda boring, ya'ni 600 kvadrat bo'lishi mumkin, 2000 kvadrat bo'lishi mumkin, lekin sizni imoratingizga ketadigan armaturani hech kim hech qachon sizga Germaniyadan yoki Amerikadan, boringkan Avstraliyadan olib kelib bermaydi. O'zbekistonda ishlab chiqarayotgan mahsulotni ishlatganligingiz uchun ham korobka holatida hech qachon premium yoki luxury degan narsa yo'q. Bu narsa albatta korobka holati tayyor bo'lgandan keyin ichki remontida dizayner shug'ullangan holatida bozorga borib turib siz eng sifatli narsalarni kerak bo'lsa o'sha chet mamlakatlardan zakaz qiladigan bo'lsangiz, ana o'shanda, ya'ni remont отделочный masalaga kelganingizdagina siz imoratingizni luxury holatidagi remontini qilishingiz mumkin bo'ladi. Korobka holatda bunaqa narsa yo'q. Imorat oddiy, hamma bir xil quradi. Qo'pol bo'lsa ham tushuntirishga osonroq bo'lishini aytaman. Cho'nchagida puli bor odam ham, puli yo'q odam ham korobka holatini bir xil quradi. Ya'ni armatura, beton, g'isht, tom yopildi, o'sha ustani haqqi. Yana bir muhim jihati, o'sha armaturani olayotganda albatta Bekobod armatura ishlataman. Bekobod armaturada o'zini logotiplari bo'ladi. O'shani ko'rgan holatda men armaturani zakaz qilaman. Undan tashqari o'sha beton, men har doim bitta zavod bilan, salkam 2 yildan beri beton zavod bilan ishlayapman. Hozir ular menga o'sha markani to'liqligicha 250 marka qo'yadigan bo'lsam, 250 marka sifati va laboratoriya tashxisini qog'ozlari bilan jo'natishadi albatta, va ular beton quyib bo'lganimdan keyin 28 kundan keyin albatta o'zingiz ham kelib tekshirib berishadi. 250 markani tekshirishganda o'sha ko'rsatkichda aniq shu markani beradi. Undan tashqari o'sha g'ishtlarimizni bilasizlar o'zingizlar, Ohangaronda elitadan oshu zavod bo'ladigan bo'lsa, o'sha zavodlardan xohlaganingizlardan o'sha butun g'isht bo'lishi mumkin yoki teshuvli g'isht olishingiz mumkin. Men asosan teshuvli g'ishtdan foydalanaman va u yerda ham bitta odam bilan ishlayman. Bu degani bu bola yoki bu prorab bitta odam bilan ishlasa, demak, xayol albatta bu narsaga ketib qoladi. Qanaqadir ruschalab aytganda atkat. Ya'ni xonadonning egasi bilmagan holatda o'sha zavoddan qanaqadir pul yo'q, menda unaqa narsa yo'q. Beton zavoddan ham o'sha narxdan olaman, armaturani ham o'sha narxdan olaman, g'ishtlarni ham xuddi o'sha narxdan olaman. Agar menga qanaqadir shunaqa taklif bilan chiqishadigan bo'lsa, men sirazi aytaman. Menga bermoqchimiz, atkat, nech pul bermoqchisiz? Boringki, ya'ni 5 million. Men obrazni aytyapman. 5 millionni mana shu mahsulotda uy egasidan ayirib bering deyman. Albatta bu o'sha menga sotayotgan odamlarga yoqmaydi. O'shaning uchun men unaqa odamlar bilan ishlamayman. Endi 5-chi muhim jihati, mana shu 4 ta unsurni hammasini birlashtiradigan bo'lsak, 5-chisi bu sizga natija bo'ladi. Ya'ni joyi, lokatsiyasi, loyihasi, prorab va materiallardan hammasini yig'indisi sizga to'liq o'sha korobka holatingizda yoki patlovchi holatda bo'lgan imoratingizda natijasini olasiz loyihaga asoslangan holda. Endi bu 5 ta unsurdan tashqari yana o'ziga yarasha omillari bor. Ya'ni imoratni qurayotganimizda, mana biz o'sha mehnatdagi imorat qurayotganimizda yer yumshoqligi sababli ozgina o'zgartirish kiritishga to'g'ri keldi. Ya'ni qanaqa? Monolitni padushka qo'yadigan bo'ldik. Undan oldin o'sha shebin bilan trambovka qilgan holatda darojniy setka bilan 10 santimetrli stяжка qo'ydik va uni hozir izolyatsiya qilyapmiz. Endi padushkamizda bizda lentishniy bo'lish kerak edi. Albatta o'sha aytganimdek, gruntimizda ozgina namdorligi bo'lganligi uchun monolitli padushkani armirованный setka qilgan holatda 12 li armatura ishlatyapmiz. 14 li 16 li ishlatish shartimiz bu pererasxod bo'ladi. O'sha padushkamizni 30 santimetr balandlikda to'liqligicha monolitli padushka qo'yamiz. Mana shunaqa jihatlarida ozgina o'zgarishlar bo'ladi, chunki imoratingizni loyihasi tayyor bo'lgandan keyin, mana shu loyihani ham men o'zim qilganman, akam qilib berganlar. Bu loyiha tayyor bo'lgandan keyin bizga kelib o'sha katlamanni qazganimizda, o'sha kelib joyini o'rganganimizda bizga lentishli padushkadan o'sha monolitli padushka o'tishga albatta bu narx jihatdan imoratning egasining cho'nchagiga albatta zarba beradi, lekin hammasini o'sha kelishgan holatda shunaqa qaror qabul qilishimizga to'g'ri keldi. Undan tashqari imoratlarni qurayotganda arxitektor yoki loyihachi qo'pol bo'lsa ham aytaman, o'zidan soqit qilish maqsadida, ya'ni imoratni o'ta mustahkam berib yuboradi. Ya'ni 300-350 marka beton yozadi, armaturani ham kamida 22-25 secheniy armatura yozadi, lekin shu paytgacha biz maksimum ishlatgan armaturamiz 18 li, ya'ni kolonnaga ishlatadigan armaturamiz podvoldan kelib chiqadigan holatda 18 li armatura beraman. Faqatgina rigillarni quyayotganimda rigilli masofasiga qaraymiz. Agar rigilimiz 5 metr yoki 6 metrdan uzun bo'ladigan bo'lsa, men o'sha o'tda albatta 4 ta 20 talik va 4 ta 18 li armaturadan foydalanib rigilni quyib yuboraman. Lekin loyihachi bu yerda
25 li, 28 li, men ba'zi joylarda ko'rdim, 32 li armaturali secheniya ham berishga to'g'ri kelgan joylari bor. Bu albatta o'zidan soqit qiladi. Lekin endi o'zingiz tasavvur qiling. Mana 9 qavatli imoratni qurayotganda 25 li, 22 li armaturadan ishlashadi. Padushkani o'shandan quyib kelishadi va kolonnalarni 1-2-3 etajgacha bo'lgan jarayonda 25 li, 22 li armatura ishlab armaturadan foydalangan holatda imoratni ko'taradi. Chunki bu imoratning tepasida yana kamida 6-7 qavati bo'ladi. Bizda unaqa holat yo'q. Chunki podvaldan chiqdingiz, birinchi, ikkinchi qavatingiz bo'ldi. Endi shuni men har doim xonadon egalariga yoki savol bilan murojaat qilayotganlarga tushuntirishga harakat qilaman. Siz 9 qavatli imorat qurmayapsiz. Ya'ni siz 9 qavatli imoratga ketadigan xarajat qilyapsiz. Siz bunday hech narsa yutmaysiz. Ya'ni imoratingiz juda ham baquvvat bo'lib ketgani natijasida siz birinchidan juda qimmatga tushadi imoratingiz va imoratingiz mo'rt bo'ladi. Ya'ni armatura betonning ichida o'zini secheniyasi to'g'ri berilgan bo'lsa, elastikligini yo'qotmaydi. Ya'ni Alloh asrasin, ertaga yer qimillaydigan bo'lsa, sizning imoratingiz yer qimillashiga qarshilik bildirish kerak emas. Yer bilan baravar qimillash kerak. Ana o'shanda padushkani, fundamentni, kolonnani va rigilni orasidagi armatura secheniyasi to'g'ri berilgan bo'lsa, imoratingiz ham o'sha yer bilan birga mana shu elastiklikni yo'qotmagan holatda qimillaydi va yana o'zini holiga qaytadi. Bunda hech qanaqa dars ketish yoki yorilib ketish holatlari bo'lmaydi. Shuning uchun ham men imorat qurishdan oldin o'sha pochvani o'rganib chiqqan holatda imoratga o'sha maksimalni 18 li armaturadan kolonnasini berishga harakat qilamiz. Lekin pochvasi qattiqroq yerlarda bizda podvaldan 16 li armatura bilan ham chiqqan imoratlarimiz mana Xudoga shukr 20 yildan beri, balki undan ham uzoq vaqt mobaynida qimillamasdan turib haligacha biza qurgan uchastkalarda, imoratlarimizda xonadon egalari o'sha yaxshi kunlarida chaqirishadi, rahmat deyshadi. Mana haligacha duoda bo'lishadi bizning haqqimizga. Hozir men sizlarga sanab o'tgan 5 ta muhim masala bo'yicha imoratni noldan, ya'ni korobka holatini bitishi va patkuruvchi holatigacha bo'lgan jarayonlarni sizlarga tushuntirib berishga harakat qildim. Kimni tushunmagan joyi bo'lsa yoki savol bilan murojaat qilmoqchi bo'lsa, izohlarda albatta o'zingizlarning savollaringizni qoldirsanglar bo'ladi. Men inshaalloh hammasiga to'lig'igacha javob berishga harakat qilaman. Salomat bo'linglar.